Homiladorimni 11 yil kutgan farzandi biza 18-19 haftalik qimirlamayotganiga ozgina siqilyaptilar. Shunaqa oyijonlar bo'lsa, har xil vaziyat bo'lishi mumkin-ku. Albatta mumkin. Balki bola rivojlanmagan bo'lishligi mumkin. Hozir mana shu apparatni ko'ramiz. Mana yoqib qidirib topamiz. Bu apparat yaxshi bo'lgani uchun 12 haftadan boshlab, 11-12 haftadan boshlab bemalol ko'rsatadi. Mana bunaqa geli, o'zini geli bilan ishlatasizlar. Endi men o'zi gelini ishlatdim, o'zimnikini. Eng zo'ri mana zaryad bilan ishlaydi. Mana qo'lim qaltirab ketyapti. Zo'ri. Eng zo'ri kechasi xoligan vaqtda ishlatasiz, eshitasiz, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Keyin bolalaringiz bilan, eringiz bilan, uydagilar bilan hamma emotsiyani beradi. Ular ham eshitadi-yu yuraverishini. Keyin yana siz bilishligingiz uchun biza norma emasligini qatdan bilamiz, Zulayho opa desanglar, bolaning yuragi 120 tadan 160 tagacha urishi kerak. Undan ko'paysa ham yaxshi emas, kamaysa ham yaxshi emas. Agar ko'paysa yoki kamaysa 1-2 marta bo'lsa xavotir olmanglar. Yana normaning ichiga kirib qolsa xavotir olmanglar. Lekin tinmasdan, misol uchun ayniqsa katta suruklar 170, 180 necha marta o'lchasanglar ham mana shunaqa bo'layotgan bo'lsa, bu yaxshi emas, raddonga boramiz. Agar 120 dan tushib ketayotgan bo'lsa va bir necha bor tushib ketayotgan bo'lsa, bir marta emas, oyijonlar, bir necha bor, unda ham raddonga boramiz. Zo'r tomonni ko'rdingiz, bittada topdi oyisi, bittada topadi, sizlarga qiyinchilik tug'dirmaydi, chunki bu eng mana shunaqa apparatni eng zo'ri. Mana kecha ham bitta homiladorim keldi, 1 soat bo'lgan bolasi nobud bo'lganiga. 150, 51 152 ta 51 ta. Shunaqa qilib bolajoninglarni yurak uradigan joyini qidirib, mana qidirib topasizlar, sekin qo'yib turasizlar. Shoshmanglar, panikaga tushmanglar. Tushundinglarmi? Qidirib topib sekinlik, oyis ko'rdingizmi mana? Agar mobodo naqmoqchi bo'lsangiz, mana shunaqa qilib sekin topib olasiz. Sekin o'zi ko'rsatadi. O'zingizlarni yuraginglar bilan adashtirmanglar. Oyijonlar, sizlarning yuraginglar 100 ta, 110 ta uradi. Bolanikini sekin qidirib topinglar. O'zi 3-4 marta qilganinglardan keyin optniy bo'lib qolasizlar. Buni ishlatishni bilinglar-da. YouTube'larda ham bor videolar agar qiynalsanglar.